Masonlar o'zi kim? Asrlar davomida atrofida afsonalar aylanib yurgan sirli birodarlik. Tarix ularning izidan emas, toshdan boshlanadi. 14-15 asrlarda Yevropada sabor va qal'alar quruvchilari, tosh yonar ustalar, ya'ni Freemasons mavjud edi. Ammo zamonaviy masonlik 1717-yilda Londonda birinchi buyuk loja tashkil etilganda shakllana boshladi. 1723-yilda esa Anderson konstitutsiyalari e'lon qilinadi. Masonlik falsafasiga asos bo'lgan hujjat. Keyingi asrlarda mason lojalari Yevropa va Amerikaga keng tarqaladi. 18-19 asrlarda ular siyosat, san'at, ilm, fan va madaniyatga ta'sir ko'rsatgan shaxslar bilan bog'lanadi. Tarixda mason sifatida tanilgan mashhurlar orasida Jorj Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart, Volter, Goethe, Simon Bolivar va yana ko'plab ta'sirli shaxslar bor. Ammo ma'lumotlar ko'paygan sari savollar ham ortadi. Masonlik atrofida ko'plab afsonalar mavjud. Ba'zilar masonlar AQSh ramzlari yaratilishida rol o'ynagan deb hisoblaydi. $1 ko'z va piramida, shuningdek konstitutsiya mualliflaridan ayrimlari mason bo'lgani haqida fikrlar yuradi. Boshqalar ularni 1307-yilda tarqatib yuborilgan Templarlar ordenining yashirin merosxo'rlari deb biladi. Mashhur yana bir nazariya, yangi jahon tartibi. Go'yoki dunyoni soyadan boshqaradigan kuchlar mavjud degan fikr. Biroq bu versiyalar ommaviy madaniyatning bir qismidir, tasdiqlangan fakt emas. Haqiqiy ma'lumotlar esa juda sodda. Masonlikda aniq tizim bor. Shogird, yordamchi, usta. Yig'ilishlar qat'iy qoidalarga bo'ysunadi. Siyosat va din haqida gapirish taqiqlangan va eng muhimi, lojalarga faqat o'z xohishi bilan tavsiya orqali kirish mumkin. Bugun ham turli mamlakatlarda mason lojalari mavjud va ular 300 yillik an'analarni saqlab qolgan holda hanuz yopiq va sirli tuzilma sifatida faoliyat yuritadi. Xo'sh, ular kim? Falsafiy birodarlikmi? Tarixning bir bo'lagimi yoki ming yillik afsonalarning markazimi? Har kim o'ziga to'g'ri kelgan javobni topadi. Lekin bir narsa aniq, masonlar dunyo tarixidagi eng sirli fenomenlardan biri bo'lib qolmoqda. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.